Uzoq muddatli tanaffusdan so'ng sizlar bilan tezkari o'xitlar haqida gaplashamiz. Agarda siz kuniga 2 marta yuzingizni kir sovun bilan yuvayotgan bo'lsangiz, bu eng katta xatolardan, eng ideal xatolardan bittasi bo'ladi. Xalq ichida eng populyar bo'lib tarqalgan miflardan bittasi kir sovun bilan yuzingizni yuv, yuzingdagi ug'rilar, dog'lar hammasi ketib oppoq holatga keladi. Bunaqangi qo'rqinchli xatolardan keyin teri o'zini himoya qatlamini yo'qotadi va bundan keyin yuzingiz hamma narsaga nisbatan chuvsivchillik bo'lib qoladi. Buning o'rniga siz birinchi gidrofilkadan foydalaning, ya'ni yuz teridagi kirlarni, iflosliklarni eritib oling, keyin bo'lsa penka bilan chayib tashlang. Xullas, gidrofilka bilan penkani birgalikda ishlating. Yuzingizni qanchalik tez qarishini xohlasangiz, ajin tushish, dog' tushish, yuzda toshmalar, undan qolgan dog'larni bo'lishini xohlasangiz, albatta SPF siz yuring. Yoki bo'lmasam sursangiz ham eng sifatsiz bo'lgan SPF dan foydalaning. Ikkinchi, namlantiradigan kremga umuman yaqinlashmang, sababi u sizni yuzingizni doimiy yosh qilib ushlab turishga juda ham katta yordam beradi. Bitta achinarli holatda eslatib o'tmasam umuman bo'lmaydi. Instagramda, YouTube'da eng ko'p ko'rayotgan, uchratayotgan mani yolg'onlarimdan bittasi bu otsiflar. Sodda xalqi ishonchiga kirib, turli xil yolg'onlardan foydalanib, bir kun, bir haftani ichida turli xil kutilmagan darajadagi otsiflarni berishyapti. To'g'ri, ular aslida ishlaydigan narsalar, lekin bu darajada katta tezlik bilan ishlab bermaydi qizlar. Buni ko'rgandan keyin sirazi menga yoshadi, menga shu narsani topib bering deb, yo'q, bu sizni yuzingizga tushmaydi degan taqdirimda ham shu narsaga xuddi mo'jiza palochkasiga qaragandek qarashadi. Har bitta narsani sotayotganda men har doim aytaman, kirib saytlardan, otsiflardan qidiringlar. Haqiqiy otsifini yozilgan saytlar bor. Sizlar o'zingizlar hammasini topib tagiga yetishingiz juda ham oson. 25 yoshdan keyin endi yuzingizga har xil bodring maska, tvork maska, qatiq, tuxum maskalari foydasi bo'lmaydi, chunki siz endi bu yoqqa katta qiz bo'lasiz. Har bir bunaqangi yoshdagi opa-singillarimiz uchun mana tavsiya qiladigan narsam kosmetikalarning orasida aktivni moddalar, aktivni kislotalar bo'lsin. Ular sizni yuzingizni jilosini, go'zalligini, yoshligini ushlab qolishga juda ham katta yordam beradi. Ishonavering, faqatgina to'g'ri foydalansangiz bo'ldi. Nomlarini qisqacha qilib aytib ketaman. Qolganlarini Telegram kanalimga zikrib chiqib qo'yaman. Retinol bu birinchi navbatda turadi. Bizning yoshligimizni, go'zalligimizni ushlab qolishga katta yordam beradi. Gyaluron asid bizning yuzimizning qurib qolishini oldini olib, doimiy namlantirib turishga sababchi bo'ladi. Yuz terisining ekspluatatsiyasi uchun bo'lsa, AHA kislotalar juda ham kuchli yordam beradi. Bular bizning enzimkalarda, yoki bo'lmasam turli xil piling gellarida mavjud bo'ladi. Bular sizni teringizdagi o'lik hujayralarni, ya'ni o'lik terilarni olib chiqib, yangi terilar chiqishiga sababchi bo'ladi. Telegram kanalimga ulab oling. Bu yoqda men har bitta yuz uchun kerakli bo'lgan o'xotlarni yozib, zikrib chiqib qo'yaman. Bemalol kirib o'qib olishingiz mumkin.